Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bizda mana ikki bosh udarlaridan bor. Uruqqa boqaman deb yurgan aka-ukalar bo'lsa, ikkita olib boqaman deyishganlarga mana. Bugun 25-may, haftaning shanba kuni. Buni salqinga nima bo'lyapti deb qo'ychi. Hozir buni ham yetalab ko'rsatamiz. Ikki bosh sotiladiganimiz. Yoshlari 13 14 oylik. Mana o'zi 13 oylik bo'lsa, mana 13 oylik oshiqda unisi. Bo'ylari 130 plyusda. Ichimda aylantiravergan. Qoni toza boqaman, ikkita chiqsa maza qilib boqaman deganlarga. Chaqqarab yetalaydi. Tor. To'q qizillaridan mana. Oyoqlari ham tikka. Bunisini yoniga baylab unisini yetchi. Hozir unisini ham yetalaymiz, hozir buni baylab olaylik. Mana akalar. Unisini ham yechdik. O'zimiz boqqan buqalar taqib aylantirib turgan naqli. Avvag'ini ko'rsataylik. Sotiladi aka-ukalar. Aylantirib. Baqara yur, mana etga qaratib. Endi tortib bergan. Tortib aylantirsang o'zi aylanaveradi. Bitta joyga boqaman deganlar. Ko'yam azapar. Yoniga yaqinlashtir. Bo'ylari 130 plyus. Halqalari. Azapar ko. Tort. Aylantir. Narxiga kelsa, jupiga 74 million ozgina hayrana qilib beramiz. Dastlabkalarini vodiy bo'ylab qilib beramiz. Boshqa joylarga kelishiladi. Telefon nomerlarini qo'yib ketamiz, avisaniyada bo'ladi, telefon qilib so'raverasizlar. Bunisi ham donaga ham sotilaveradi.